Payg'ambarimiz alayhissalomning kuyovlari bor-ku, Ali roziyallohu anhu. Ali roziyallohu anhu shu zot aytgan ekan. Agar deydi, agar Alloh taolo bir bandasini gunohini bu dunyoda boshqa insonlardan yashirib qo'ygan bo'lsa deydi. Yashirib qo'ygan bo'lsa, ertaga qiyomatda Alloh taolo hayo qiladi. Qiyomatda ham o'sha yashirib qo'ygan gunohini oshkor qilib qo'ymaydi. Endi ikkinchi gap qarang. Ya'ni Ali roziyallohu anhu aytayapti. Agar deydi, Alloh taolo deydi, bir bandasiga deydi, qilgan gunohi, aybi sabab bu dunyoda boshiga bir musibat, dard, shunaqa narsalarni bergan bo'lsa deydi. Endi ertaga qiyomat kunida o'sha qilgan gunohi uchun yana qayta azoblashdan Alloh taolo hayo qiladi. Adolatli zot. Ikkinchi marta Alloh taolo bandasini qiynamaydi deydi. Azoblamaydi ertaga qilgan gunoh sabab deydi. O'shanaqa bu